Turkiy davlatlar tashkilotining Gabala sammiti Ozarbayjonda bo'lib o'tgan yig'ilishda O'zbekiston yetakchisi qanday tashabbuslarni ilgari surdi? Turkiy davlatlarining iqtisodiy sheriklik bo'yicha doimiy kengashini tashkil etish vaqti keldi. Raqobatga qarshi emasmiz, lekin raqobat sog'lom bo'lishi kerak va sog'lom bo'lganligi tadbirkorlarga qulaylik yaratish uchun bo'lishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga bordi va ikkita muhim sammitda ishtirok etdi. Islom sivilizatsiyasi markazi prezident tashabbusiga ko'ra bunyod etilgan ushbu noyob loyiha haqidagi e'tiroflar. Gapirganda har doim esda tutishimiz kerakki, u yerda madaniy hayot tarixi Rossiyanikidan ham, Yevropanikidan ham 4 baravar qadimiyroqdir. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz tashqi siyosatida muhim voqea hodisalarga boy bo'ldi. 6-7 oktyabr kunlari Ozarbayjonning Gabala shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi, nutq so'zladi va bir qator muhim taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. 6 oktyabr bortida O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lgan samolyot Ozarbayjonning Gabala aeroportiga kelib qo'ndi. O'zbekiston yetakchisini Ozarbayjon madaniyat vaziri Odil Karimli, Gabala tumani ijro hokimiyati rahbari Sabuhi Abdullayev va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. oktyabr Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo va tashkilotda kuzatuvchi maqomidagi davlatlar yetakchilari Gabala shahrida jam bo'ldi. Biz ushbu sammit, uning davomida muhokama etilgan masalalar, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslar, Turkiy davlatlar tashkilotining jahonda tutgan o'rni mavzusida Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov bilan studiyamizda suhbatlashdik. Biz ushbu sammit yig'ilish voqealariga o'tishdan avval ushbu tashkilotning o'zi haqida qisqacha suhbatlashsak, maqsadga muvofiq bo'ladi nazarimizda. Turkiy davlatlar tashkiloti bugun qanday tashkilot, u qanday tuzilgan edi va bugungi xalqaro maydondagi global mojarolarga boy bo'lgan murakkab vaziyatda ushbu tashkilotning o'rni, ahamiyati qanday sizningcha? Dunyoda Turkiy dunyo degan bir tushuncha bo'lgan. Bu tarixda panturkizm, ya'ni turkiylarni birlashishi g'oyasiga bog'liq bo'lgan, lekin ko'pincha faqatgina g'oya shaklida ko'ringan, amaliy ishlari juda kam bo'lgan bir g'oya, fikr bo'lgan. Jadidchilarimizda bu juda yaxshi ko'ringan va harakatlar bo'lgan, lekin natijalar bo'lmagan. Turkiy dunyoni bevosita amaliy faoliyatlarga ketishi bu Sovet ittifoqini tarqalgandan keyingi bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Chunki Turkiy dunyoni asosiy qismi, turkiylar o'z ota yurti hisoblaydigan Markaziy Osiyo mintaqasi Sovet ittifoqini ajralmas qismi sifatida o'sha, ya'ni tobelikda bo'lgan respublikalardan iborat edi Turkiston o'lkasi. Sovet ittifoqini tarqalgandan keyingi davrda bu g'oya bevosita yashab ketish uchun muhit paydo bo'ldi. Turkiy tilli davlatlar kengashi sifatida shakllangan bir juda zaif bir harakat sekin-sekin mana 2019-yilda O'zbekistonni a'zo bo'lishi bilan bevosita jiddiy tus ola boshladi. Chunki birinchidan O'zbekiston
Turkiy dunyoda o'ziga xos o'ringa ega. Agar biz butun Turkiy dunyodagi Turkiy davlatlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda Turkiya va O'zbekistonni aholi nuqtai nazaridan eng ko'p bo'lgan ikki respublika sifatida ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston turkiylarni qadimgi tarixidan boshlab ma'naviy ustuni hisoblangan e'tiqodni shakllanishi, islom dunyosi, islomgacha bo'lgan davr, bularni barchasidagi turkiy dunyo uchun vatan hisoblanadigan bir geografik joyda joylashgan va ramziy nuqtai nazardan ham, tarixiy nuqtai nazardan ham, siyosiy nuqtai nazardan ham muhim nuqta hisoblanadigan O'zbekiston bu tashkilotni a'zosi emas edi. Ya'ni kuzatuvchi maqomida bo'lgan davlat edi. 2019-yilda O'zbekistonning a'zo bo'lishi bilan Turkiy tilli davlatlar kengashi transformatsiyaga uchradi va Turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi. Ya'ni bevosita siyosiy bir platformaga ega bo'ldi va o'z imkoniyatlari, o'z qarashlari va o'zidan o'z manfaatlariga ega bo'lishni boshladi va bu mana kecha o'sha Gabalada o'tgan 12-sammitgacha bo'lgan barcha sammitlarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, sammitdan sammitga dunyodagi global o'zgarishlar bilan birgalikda bu tashkilotning kuchlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tganimizdek 6-7 oktyabrda ushbu tashkilotning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari tomonidan ushbu sammitda yig'ilishda ilgari surilgan tashabbuslar, prezidentimizning bildirgan nuqtai nazariga munosabatingiz? Prezident Mirziyoyev ishtirok etgan har qanday tashkilotlarni majlisida doimo an'anaviy holatda iqtisodiy hamkorlik, o'zaro manfaatli hamkorliklar asosida rivojlantirishni taklif etadi. Bu safar ham aynan shu Turkiy davlatlar tashkilotida, masalan, prezidentimizni ma'ruzalarida agar tahlil qiladigan bo'lsak, bir fikr ketadi. Turkiy davlatlar tashkilotini biz rivojlantirish uchun albatta ramziy, tarixiy masalalarga e'tibor berishimiz kerak. Lekin biz agar Turkiy davlatlar tashkilotini kuchli tashkilot bo'lishini xohlasak, dunyodagi o'sha global silkinishlarda o'z manfaatini himoya qila oladigan kuchga aylanishini xohlasak, biz albatta birinchi o'rinda buni iqtisodiy taraqqiyotiga erishishimiz kerak degan ma'noda bir fikr bildirib o'tildi ma'ruzada. Mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishni asosiy yo'nalish sifatida ko'ramiz. Yaqin kelajakda tashkilotimiz doirasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar makonini shakllantirish tarafdorimiz. So'z birinchi navbatda savdo, biznes va o'zaro investitsiyalar uchun eng qulay sharoitlarni, huquqiy baza va infratuzilmani yaratish haqida ketmoqda. Amaliy hamkorlikni izchil rivojlantirish va aniq loyihalarni ishlab chiqish, jumladan Turkiy investitsiya jamg'armasi doirasida rejalarni kelishish maqsadida Turkiy davlatlarining iqtisodiy sheriklik bo'yicha doimiy kengashini tashkil etish vaqti keldi. Bu tuzilma mamlakatlarimiz bosh vazirlari o'rinbosarlari tomonidan boshqarilib, doimiy faoliyat olib borishlari muhim. Kengashning loyiha ofisini esa Toshkentda joylashtirishga tayyormiz. Kengash doirasida bir qator yangi tashabbuslarni amalga oshirishimiz mumkin. Jumladan Turkiy davlatlar sanoat alyansini tuzish va bu orqali mashinasozlik, kon sanoati, elektrotexnika, neft, kimyo, farmatsevtika, yengil sanoat, oziq-ovqat, qurilish materiallarini ishlab chiqarish sohalarida yetakchi kompaniyalarimizning kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, o'zaro savdo hajmlarini keskin oshirish va texnik reglamentlarini yaqinlashtirish maqsadida Turkiy yashil yo'laklar elektron tizimini joriy etish zarur. Yashil energetika, yashil vodorod va ammiak loyihalarini birgalikda amalga oshirish, ilg'or texnologiyalar va kompetensiyalarni jalb qilish, davlat va xususiy sheriklik mexanizmlarini keng tatbiq etish uchun yashil transformatsiya konsorsiumini tashkil etish, strategik minerallar bazasini o'zlashtirish va qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish kabi masalalar kengashning doimiy e'tiborida turishi darkor. Bunda xomashyo qayta ishlash, ilm va texnologiyalar, tayyor mahsulot tamoyili asosida amaliy hamkorlik dasturini qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Biz bir narsani bu yerda iqtisodiy tashabbuslarni tahlil qilishdan oldin ta'kidlab o'tishimiz kerak. Tinchlik bo'lmagan joyda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi. Markaziy Osiyo mintaqasini biz 2019-yilda O'zbekistonni a'zo bo'lgungacha bo'lgan davrni agar tahlil qiladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mintaqasi inqiroz mintaqasi edi. Ya'ni Turkiy davlatlar tashkilotini bevosita markazi hisoblangan, ota yurti hisoblangan Markaziy Osiyoda barcha Turkiy davlatlar postsovet davridan qolgan asoratlar, muammolar, ko'mib qo'yilgan inqirozlar asosida o'zaro nizolashayotgan bir davlatlar edi va O'zbekiston bularning markazida turayotgan edi.
O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lishdan oldin aynan shu masalalarni bevosita taktomir bilan yechdi. Ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasi hududini qardoshlik, hamkorlik, o'zaro manfaatlarni tan olish, ya'ni faqat mani manfaatim ustun saniki ikkilamchi emas, ya'ni bevosita barcha rahbarlar bilan o'sha kengash stoli, kengash dasturxoni tiklanib, Markaziy Osiyo prezidentlari o'zaro muhokama qilib masalalarni yechimiga erishdi. O'zaro tashqaridan kimnidir yordamisiz, hatto buni ko'p taklif qilgan kuchli yirik kuch markazlari bo'lsa ham, lekin bevosita Mirziyoyevni bu albatta tarixda e'tirof etilishi kerak bo'lgan siyosiy irodasi va qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan masala, bevosita mana shu Markaziy Osiyo davlatlarini bir dasturxon atrofida birlashtirib, muammolarni o'zaro yechimiga erishish masalasi hal qildi. Va Markaziy Osiyo mintaqasi bugungi kundagi, ya'ni qardosh xalqlarni tahlil qilib muammolarni yechadigan bir hududga aylandi. Bu Markaziy Osiyo hududigina kuchli qilib qolmadi. Bu Turkiy davlatlar tashkilotini, Turkiy dunyoni juda kuchli bir tashkilotga aylanishiga xizmat qildi. Ana endi agar biz prezident Mirziyoyevni o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek barcha taraqqiyotni asosi sifatida iqtisodiy masalalarga qaratishiga keladigan bo'lsak, prezident Mirziyoyev Gabaladagi sammitda ham aynan shu prinsipga rioya qilgan holda Turkiy davlatlar tashkilotini rivojlanishi uchun bir qancha muhim bo'lgan iqtisodiy tashabbuslar va takliflarni kiritdi. Bularni albatta eng ustuni birinchi o'rinda transport masalasi. Turkiy davlatlarining transport sohasidagi o'zaro bog'liqligini kuchaytirish va xalqaro tranzit yo'laklarini rivojlantirishda muvofiqlashtirilgan siyosat olib borish zarurligini hammamiz chuqur anglab turibmiz. O'rta koridorni izchil rivojlantirish borasidagi aytib o'tilgan barcha rejalarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Eng asosiysi bu yo'lak raqobatbardoshligi bilan ajralib turishi lozim. U biznes hamjamiyati uchun eng qulay shart-sharoitlarni ta'minlab berishi zarur. Bu borada maqbul tranzit tariflarini qo'llash, zamonaviy transport infratuzilmasini rivojlantirish va raqamlashtirilgan bojxona tartibini joriy qilish bo'yicha loyihalarga katta ahamiyat beramiz. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'rta koridor hozirda qurilayotgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li va istiqbolli transafg'on yo'lagi bilan bog'lansa, keng mintaqamizda ko'p tarmoqli strategik magistrallar tizimini yaratishga erishamiz. Aminmanki, transport sohasi bilan bog'liq barcha tashabbuslarimiz 12 noyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan multimodal tashuvlar bo'yicha xalqaro forum doirasida batafsil muhokama qilinadi. Bilasiz, Markaziy Osiyo mintaqasi transport bilan bog'liq muammolar hududi. Bugun bu yechimlar uchun bir qancha takliflar amalga oshirilyapti. Hatto davlatlar o'rtasida raqobat bor. Prezident Mirziyoyev e'tibor bergan bo'lsangiz, ma'ruzasida bir narsaga alohida e'tibor berib ketdi. Raqobatga qarshi emasmiz, lekin raqobat sog'lom bo'lishi kerak va sog'lom bo'lganligi tadbirkorlarga qulaylik yaratish uchun bo'lishi kerak. Ya'ni bu davlatlar aro raqobatga bugungi kunda o'sha global dunyoda inqirozlarga olib kelayotgan adolatsiz va tengsiz kuch ishlatar raqobatlar emas. Tadbirkorga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlardan kelib chiqadigan sog'lom raqobat nuqtai nazaridan prezident Mirziyoyev bu narsani albatta asosan e'tibor bergani Qozog'iston bilan bog'liq takliflar. Chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyo hududini bugun dunyoga ochilishi uchun muhim koridorlardan biri bu Qozog'iston-Rossiya yo'nalishi bo'yicha koridor va uni alternativasi bo'lmaganligi sababli ayrim holatlarda bu koridorda suiiste'molgarchiliklar ham bo'lmayapti deb aytib bo'lmaydi. Aynan shu nuqtai nazardan bugun O'zbekistonni bevosita tashabbusi bilan Markaziy Osiyo uchun bir nechta alternativa yo'llari, koridorlari tashkil qilinyapti. Masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy temir yo'lining qurilishi bu juda katta tarixiy voqea. Bu butun bir boshli Xitoydan boshlab Yevropagacha bo'lgan juda katta bir geografiyani jahon okeanlariga olib chiqadigan katta bir koridor bo'ladi. Prezident Mirziyoyev Gabalada aynan shu masalaga transafg'on yo'nalishi bilan hamkorlikda ko'rish taklifini kiritdi. Ya'ni bu koridor agar ochiladigan bo'lsa, demak Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarni, nafaqat o'sha Qirg'iziston, Xitoy, O'zbekiston temir yo'li orqali Kaspiy dengizi hamda Ozarbayjon va o'sha Zangizur koridori orqali Yevropaga ochilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Balki Pokiston portlaridan okeanlarga ochilgan holda dunyo bilan savdo qilish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu koridorlar faqatgina bir davlatni tadbirkori uchun emas, Markaziy Osiyoda joylashgan barcha qondosh, qardosh bo'lgan turkiylarni dunyo bozorlariga ochilishi uchun katta imkoniyatlar bo'ladi. Yana muhim bir taklif
jahon bozoriga chiqayotgan paytida biz umumiy brendlar bilan chiqishimiz mumkin degan taklif kiritildi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda egoizm yo'q. Ya'ni meniki bo'lsin, faqat O'zbekistonniki bo'lsin degan narsa yo'q. Aytilyapti, mana birgina taklif, hatto bu quruq taklif emas, bevosita yechimi bilan taklif berilyapti. Aytilyapti. 250 milliard dollar miqdorida hajmga ega bo'lgan organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori shakllandi. Va Turkiy davlatlarning barchasida bu sohada o'ziga xos ustuvorliklar bor. Shu ustuvorliklar agar birlashtiriladigan bo'lsa, biz dunyoda yagona bir brend bilan mana shu o'sib borayotgan va zarurat yuksalib borayotgan bir bozorda o'z brendimizga va so'zimizga ega bo'lishimiz mumkin degan taklif ilgari surildi. Bu o'ylab qaralsa agar juda jiddiy taklif va buni to'g'ri baholangan holda tasavvur qiling, Turkiy davlatlarni yagona brendi asosida organik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini rivojlangan davlatlarga qimmatga sotish imkoniyati bor. Mana bu haqiqiy daromad keltiradigan juda katta imkoniyatlar. FAOning tahlillariga ko'ra, bugungi kunda organik mahsulotlarning jahon bozorlaridagi hajmi 225 milliard dollardan ko'prog'ini tashkil etadi va bu raqamlar istiqbolda har yili 10% ga o'sishi kutilmoqda. Davlatlarimizning bu boradagi salohiyatdan kelib chiqib, sifatli va talab yuqori bo'lgan organik mahsulotlarni ishlab chiqarishda ilmiy izlanishlar va seleksiya, sanoat kooperatsiyasi va logistika aloqalarini kuchaytirishimiz lozim. Kelajakda organik mahsulotlarimiz jahon bozoriga yagona brend bilan chiqish mumkin. Bu borada qishloq xo'jaligi vazirlarimiz nazoratida eksport ishchi guruhni tashkil etib, dastlabki pilot loyihalarini saralash va mamlakatlarimizda amalga oshirishni taklif etamiz. Asosiy masalalardan yana biri sifatida prezident ilgari surdiki, strategik sheriklik va abadiy do'stlik to'g'risidagi kelishuvni imzolash. Turkiy davlatlar tashkiloti o'rtasida bugungi kunga mana shu shartnoma yo'q. Vaholanki bo'lishi kerak. Tuzilmamizning mavqei va salohiyatini yanada oshirish yaqin kelajakda uning samarali hamkorlik maydoni sifatidagi o'rnini mustahkamlash oldimizda turgan ustuvor vazifadir. Bu borada Turkiy davlatlar o'rtasida strategik sheriklik, abadiy do'stlik va qardoshlik to'g'risidagi bitimni tezroq kelishib qabul qilish tarafdorimiz. Albatta bu muhim bitim hamkorligimizni rivojlantirish yo'lida asosiy siyosiy hujjat sifatida qardosh xalqlarimizning yanada yaqinlashtirish, amaliy aloqalarning yangi bosqichga olib chiqishda mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi. Prezident Mirziyoyev o'sha Gabaladagi sammitda muhim tashabbuslardan biri sifatida bu shartnomani tezlashtirish kerak degan taklifni kiritdi. Nima uchun? Dunyoni ko'rib turibsiz. Dunyoda o'sha manfaatlari uyg'un kelayotgan kuchlar bir-biri bilan birlashgan holatda rivojlanayotgan davlatlarning manfaatini bosib o'tib ketyapti. Prezident Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ma'ruzasida bu narsaga alohida urg'u berib o'tdi. Aytdiki, rivojlanayotgan davlatlarning manfaatlariga zarar berish, bas qilish kerak. Ularni ham manfaatlarini hisobga olish kerak degan bir chaqiruv yangradi. E'tibor bergan bo'lsangiz shu ma'ruzada. Va mana Turkiy davlatlar tashkilotidagi sammitdagi ma'ruzada ham shu masalani yechimi sifatida ham ilmiy tahlillarda kuchlarni birlashtirish, ham bozorga kerak bo'lsa birlashgan holda chiqish va albatta mana shu transport koridorlari bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yechish, lekin buni asosiy siyosiy platforma sifatida mahkam ushlab turadigan masala bu strategik sheriklik hamda abadiy do'stlik to'g'risidagi Turkiy davlatlar o'rtasidagi shartnoma masalasi ko'tarildi. Juda ko'p muhim tashabbuslar ko'tarildi va bu albatta e'tirof etish kerak, prezident Mirziyoyev o'ziga xos bo'lgan bir qarashlari va bu qarashlar nafaqat O'zbekistonni, nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasini, balki Turkiy davlatlar joylashgan mintaqaga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatayotganligini e'tirof etish kerak. Sammit yakunida tashkilotga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan qo'shma qaror va hujjatlar to'plami qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan Tojikistonda bo'ldi. O'zbekiston yetakchisi Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi ikkinchi sammit va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-oktyabr kuni Tojikistonning Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi 2-sammitda ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida Markaziy Osiyo mamlakatlarining Rossiya bilan hamkorligi istiqbollari yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Eng avvalo tizimli siyosiy muloqotni mustahkamlash va aniq natijaga qaratilgan amaliy hamkorlikni kengaytirish muhim ekani ta'kidlandi. Shu bois prezident har yili oliy darajadagi uchrashuvlarni hukumatlar, vazirliklar, idoralar va hududlarning muntazam muloqotlarini o'tkazish muhimligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari mamlakatlarimiz tranzit transport salohiyatidan eng avvalo shimol-janub yo'lagi doirasida samarali foydalanish g'oyat muhim ekanini ta'kidladi. Yana bir ustuvor yo'nalish sifatida barqaror ishlab chiqarish zanjirlarini yaratish va sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish belgilandi. Shu ma'noda bugungi kunda O'zbekiston Rossiyaning yetakchi kompaniyalari bilan sanoat kooperatsiyasini faol kengaytirayotgani, gaz-kimyo tarmog'ida yirik strategik loyihalar amalga oshirilayotgani, zamonaviy mis boyitish hubi tashkil etilayotgani ta'kidlandi. Yetakchi korxonalar va xususiy sektorning innovatsiyalarga yo'naltirilgan kooperatsiyasini rag'batlantirish maqsadida Buxoro shahrida Markaziy Osiyo Rossiya sanoat injiniring hubini tashkil etish tashabbusi ilgari surildi. O'zbekiston rahbari ta'kidlaganidek, Rossiya bilan energetika sohasidagi hamkorlik bundan buyon ham mintaqa barqarorligining omili bo'lib qoladi. Innovatsiyalar sohasida Skolikovo markazining mintaqa mamlakatlarida filiallarini ochish taklif etildi. Shuningdek, yetakchi markazlar, tashkilotlar va IT kompaniyalar darajasida sa'y-harakatlarni birlashtirish va loyihaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beruvchi sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bo'yicha mintaqaviy ekspert kengashni ta'sis etish zarurligi qayd etildi. Tadbir yakunida qo'shma kommunike va ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha 2025-2027 yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasi qabul qilindi. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10-oktyabr kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ham ishtirok etdi. Mamlakatimiz yetakchisi o'z nutqida hamdo'stlik doirasidagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha qator taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. Jahon iqtisodiyotidagi vaziyatning keskinlashishi, proteksionizmning kuchayishi va barqaror rivojlanish yo'lida yangi xavf-xatarlar yuzaga kelayotganini hisobga olgan holda iqtisodiy sheriklikni kengaytirish tashkilotning so'zsiz ustuvor yo'nalishi ekani ko'rsatib o'tildi. Mavjud imkoniyatlarni yanada to'liq ishga solish, hamkorlikning bugungi sur'atini saqlab qolish maqsadida O'zbekiston prezidenti birgalikdagi sa'y-harakatlarni quyidagi ustuvor yo'nalishlarga qaratishni taklif etdi. Birinchidan, tovar ayirboshlashni ko'paytirish uchun yanada qulay sharoitlarni shakllantirish. Birinchi navbatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish jarayonida tartib taomili va talablarni soddalashtirish, milliy bozorlarga kirish, jumladan davlat xaridlarida ishtirok etish zarurligi ta'kidlandi. Ikkinchidan, transport sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish, yuk tashish infratuzilmasini modernizatsiya qilish uchun xususiy investitsiyalarni jalb qilish muhimligini inobatga olib, O'zbekistonda transport sohasida davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish masalalari bo'yicha konferensiya o'tkazish tashabbusi ilgari surildi. Uchinchidan, o'zaro investitsiyalar o'sishini rag'batlantirish va kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash. Bu borada maxsus iqtisodiy va sanoat zonalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Venture platformasini yaratish. Kelgusi yilda Toshkentdagi Innaprom ko'rgazmasi negizida innovatsion sanoat forumini o'tkazish taklif qilindi. 4-dan, energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish. O'zbekiston rahbari ta'kidlaganidek, bugungi kunda mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi sheriklar bilan an'anaviy va muqobil energiya manbalaridan foydalanish, jumladan atom elektr stansiyalari qurilishi sohasida qator yirik strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari hamdo'stlik mamlakatlarida energetika sektorini innovatsion rivojlantirish bo'yicha uzoq muddat
sifatli dastur ishlab chiqish va amalga oshirishni taklif etdi. 5-dan raqamlashtirish sohasidagi hamkorlik. Ushbu sohada amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha ko'p tomonlama harakatlar rejasini ishlab chiqish taklif etildi. Prezidentimiz shuningdek fan, ta'lim, madaniyat va san'at sohalarida qo'shma loyiha va dasturlarni kengaytirish muhimligiga alohida e'tibor qaratdi. Sammit yakunida mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha kelishuv va qarorlar to'plami imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusiga ko'ra bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi yaqin oylarda ochilishi rejalashtirilgan. Ayni kunlarda bunga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ushbu noyob loyiha shunchaki majmua emas, balki millatning o'tmishi va kelajagini bog'laydigan ma'naviy ko'prikdir. Mazkur markazning bunyod etilishi, uning g'oyasi nafaqat yurtdoshlarimiz, balki keng xalqaro jamoatchilik tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Prezidentimizning betakror tashabbusi va g'oyasi asosida bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida so'nggi pardozlash va tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Majmua ochilishiga sanoqli kunlar qoldi va bu jarayon mamlakatimizning madaniy hamda ilmiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Muzey ichki ekspozitsiyasini mukammal va zamonaviy qilish maqsadida markazga 2000 ga yaqin mahalliy va xorijiy olimlar, ekspertlar jalb etilgan. Ularning bilim va tajribalari markazning ko'lamini yanada kengaytirib, undagi eksponatlar hamda ko'rgazmalarni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Shu tufayli ishlar ayni damda juda qizg'in va jadal olib borilmoqda. Mazkur ilmiy va madaniy hamkorlik O'zbekistonning islom sivilizatsiyasi sohasidagi o'rnini mustahkamlashga hamda jahon miqyosida milliy merosimizni keng targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon nafaqat muzey ekspozitsiyasi sifatida oshirish, balki O'zbekistonni global madaniy va ilmiy maydonda tanitish uchun strategik imkoniyatdir. Я должен сказать, что это фантастическое удовольствие. Aytishim kerakki, bu ajoyib bir zavq, chinakam fantastik tajriba. Bu markazni ziyorat qilishning o'ziyoq juda ko'p narsani bilib olish imkonini beradi. Garchi hali rasmiy ochilish bo'lmagan bo'lsa-da, bu markaz shunchaki muzey yoki ko'rgazma emasligi aniq. Bu haqiqatan ham ulkan ilmiy va madaniy markaz bo'lib, u islom sivilizatsiyasini o'rganishni rivojlantirishga yordam beradi va ayni paytda zamonaviy O'zbekiston buyuk sivilizatsiyasining markazi ekanini hamda o'z tarixiga ulkan madaniy merosga nihoyatda e'tibor bilan qarashni namoyon etadi. Rossiyalik akademik Bartolt bundan 100 yil avval O'rta Osiyoning madaniy hayoti tarixida shunday yozgan edi. Biz Turkiston haqida gapirganda har doim esda tutishimiz kerakki, u yerda madaniy hayot tarixi Rossiyanikidan ham, Yevropanikidan ham 4 baravar qadimiyroqdir. Ha, biz buni har doim anglab turishimiz kerak. Shu yerda bo'ladigan muzey ham, ilmiy markaz ham ana shunday buyuk tarixga munosibdir. Действительно достоин такой великой истории. فكرة الحضارة الإسلامية فكرة جميلة جدا لم أرى مثلها في دول وسط آسيا. Islom sivilizatsiyasi g'oyasi juda go'zal g'oya. Bunday joyni boshqa mamlakatlarda ko'rmaganman. Bu oddiy majmua emas. Bu yerda biz ilgari ko'rmagan narsalarni ko'rdik. Betakror me'moriy san'at, diniy ramzlar, Qur'on oyatlari, Makka haramining eshiklariga o'xshash eshiklar, bularni so'z bilan ifodalash qiyin. Ularning go'zalligini aytishga so'z topa olmayman. Siz bu yerda yetakchilaringizni, tarixingizni, Amir Temur, olimlaringizni, Ulug'bekni, Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi allomalaringizni e'zozlaysiz. Bu juda buyuk ish. Chunki bu ish tarixda abadiy qoladi. Hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu O'zbekiston tarixida abadiy bitilib qoladi. Bu xuddi Misrdagi piramidalar singari. Bu O'zbekistonning buyuk piramidasi. Dunyoda o'xshashi yo'q buyuk obida. لا يوجد مثله أبدا حقيقة يعني. Xalqaro va mahalliy mutaxassislarning o'zaro tajriba almashinuvi va ilmiy muloqotlari markaz faoliyatining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu esa o'z navbatda muzeyning nafaqat ko'rgazma maydoni, balki ilmiy tadqiqotlar va madaniy diplomatiya markaziga aylanishiga zamin yaratadi. Aynı zamanda bizim Türkiye için de bir gurur kaynağıdır. Avvalo bunday markazning ochilayotgani Turkiya uchun ham nihoyatda faxrli. O'zbekistonda birodarlarimiz shunday markazni tayyorlab ochayotganlari juda quvonarli. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi yig'ilishda ushbu markazning ochilishi haqida ma'lum qilgani aslida butun dunyoga islom sivilizatsiyasining qayta yoyilishi nuqtai nazaridan juda muhim bayonotdir. Qachonlardir Buxoriy, Ulug'bek, Termiziy kabi buyuk zotlar shu tuproqlarda yetishib chiqqan. Ishonchim komilki, bu markaz orqali ham yangi olimlar, allomalar voyaga yetadi va dunyoga ibrat bo'ladi.
bo'ladi. Muzey qismini kezib chiqqanimizda juda ko'plab nodir asarlarni ko'rdik. Bu yerda shu yurtlarda yetishib chiqqan buyuk shaxslarning hayotini, islom sivilizatsiyasini aks ettirishi, ularning yozgan asarlarining asl nusxalari saqlanishi juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa mening soham bo'lgan kutubxona qismining ajoyibligini ta'kidlashim mumkin. Bu kutubxona islom sivilizatsiyasi va islom sohasida dunyoga o'rnak bo'luvchi manba bo'ladi. Menimcha bu joy dunyoning eng muhim markazlaridan biriga aylanadi. Islom sivilizatsiyasi, islom va ilm madaniyat masalalarida butun dunyoga o'rnak bo'lishiga ishonchim komil. Bugün de Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi vardır diye düşünüyorum. به نام خدا مجموعه بسیار نفیس و ارجمندی Tarix, madaniyat va sivilizatsiyani asrab avaylashga intiladigan siyosatchilar albatta e'tirofga loyiqdirlar. O'zbekiston prezidenti bu madaniy markazni qimmatli tarixiy va madaniy majmuani barpo etgani uchun shubhasiz e'tirofga loyiqdir. Shaxsan o'zim ham u kishiga va bu bebaho majmuani tashkil etgan barcha ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiraman. Toshkent shahrida qad rostlagan ushbu majmua san'at, me'morchilik, yozma meros va qimmatli asarlarni uyg'urlashgan holda namoyish etadigan maskan bo'lib, bu o'lkaning tarixi, madaniyati va sivilizatsiyasidan bir parchani tashrif buyuruvchilar e'tiboriga havola etadi. Shaxsan o'zim ushbu majmua tashkilotchilariga uni did bilan zamonaviy san'at usullaridan foydalanib yaratganliklari uchun minnatdorlik bildiraman. Men dunyoning turli mamlakatlarida ko'plab madaniyat va san'at markazlarini ko'rganman. Shunga qaramay, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyalar markazining mutaxassislari o'z san'ati va didi bilan ushbu majmuani nafis me'morchilik, san'at elementlari, yozma meros, tarixiy asarlarni uyg'urlashtirilgan holda yaratgani e'tirofga loyiqdir. Biz ushbu majmuani kezarkanmiz, bu o'lka qadimiy tarixining turli davrlari bilan tanishdik. Bu markaz kelajakda Markaziy Osiyodagi eng nufuzli madaniy markazlardan biriga aylanadi. U xorijiy sayyohlar uchun katta jozibaga ega bo'lishi bilan birga, Markaziy Osiyo tarixi, madaniyati va sivilizatsiyasini o'rganish uchun ilmiy tadqiqot olimlar, yozuvchilar va san'at ahli murojaat qiladigan ilmiy qarorgoh sifatida ham xizmat qiladi. Shuningdek, bu yerda Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi mashhur siymolar hamda ko'plab boshqa ilm-fan va madaniyat namoyandalari haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, ular alohida qadrlashga arziydi. جهان وسیع ما در این مجموعه شایسته تقدیر هست. به نوبه خودم قدر شناسی میکنم. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishi nafaqat madaniy merosimizni asrash va targ'ib qilish, balki global miqyosda ilmiy hamkorlik va madaniy almashinuvlarni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro'sini oshirishga xizmat qiladigan muhim voqea sifatida tarixga kiradi. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli, barokatli kelsin. Omon bo'ling.